Bu hikoyani yozayotib qo'llarim qaltirayapti, ko'zlarimdan esa yosh emas, go'yo qon oqayotgandek. Bu voqea mening butun hayotimni, borliqni, ishonchimni va insoniyligimni kul qildi. Men tirikman, lekin ruhim allaqachon olgan. Derazadan tinmay yomg'ir yog'yapti. Bu yomg'ir xuddi o'sha mash'um kundan beri to'xtamagandek. O'sha kuni ham osmon yorilib ketgudek yog'ayotgan edi. Go'yo tabiat mening peshonamga bitilgan bu qora taqdirga oldindan aza tutayotgandek edi. Men Sardor bilan turmush qurganimga 5 yil bo'lgan edi. Biz baxtli edik, yoki men shunday deb o'ylardimmi? Sardor mehribon, e'tiborli, har bir so'zimga quloq soladigan er edi. Onam esa mening hayotimdagi eng muqaddas inson edi. Otam erta vafot etgani uchun onam meni yolg'iz o'zi, ming mashaqqat bilan o'stirdi. Men onamni shunchalar yaxshi ko'rardimki, u men uchun nafaqat ona, balki eng yaqin dugona, eng ishonchli sirdosh edi. Men uning poyiga dunyolarni to'kishga tayyor edim. Uning yuzidagi birgina tabassum uchun jonimni berardim. Onam yosh ko'rinardi. Hali 50 ga ham kirmagan, o'ziga oro beradigan chiroyli ayol edi. Men doim onamning go'zalligi bilan faxrlanardim. Mening onam hammadan chiroyli deb maqtanardim. Sardor ham onamni juda hurmat qilardi. Oyijon deb og'zidan bol tomardi. Ularning munosabati shunchalar samimiy ediki, men bundan faqat xursand bo'lardim. Kuyov va qaynona o'rtasidagi bunday iliqlik har kimga ham nasib etavermaydi deb o'ylardim. Men naqadar kor bo'lgan ekanman. Naqadar sodda va ahmoq bo'lgan ekanman. O'sha kuni ishdan ertaroq chiqdim. Boshim qattiq og'riyotgan edi, vujudimda qandaydir holsizlik bor edi. Sardorga qo'ng'iroq qilmadim, unga syurpriz qilmoqchi bo'ldim. Uyda mazali kechki ovqat tayyorlab, uni kutib olmoqchi edim. Onam ham o'sha kuni biznikiga kelishi kerak edi. Ertalab telefonda gaplashganimizda qizim, uyingizga boraman degan edi. Men xursand bo'lib, kalitni qoldirib ketgan edim. Uyga yaqinlashganim sari yuragim negadir hashlana boshladi. Bu shunchaki kasallikdan deb o'yladim. Yomg'ir shivirlab yog'ardi. Darvozamizdan kirib hovliga otdim. Uy ichi jimjit edi. Faqat yomg'irning tomga urilayotgan tovushi eshitilardi. Eshikni sekin ochdim. Dahlizda Sardorning va onamning oyoq kiyimlari yonma-yon turardi. Demak, ikkalasi ham uyda. Ular meni kutib o'tirishibdi, hozir choy ichib o'tirishgandir, degan o'y bilan ichkariga kirdim. Assalomu alaykum deb ovoz bermoqchi bo'ldim, lekin negadir ovozim chiqmadi. Tomog'imga bir narsa tiqilgandek bo'ldi. Qandaydir sovuq sukunat uyni egallagan edi. Bu sukunat oddiy sukunat emasdi, u xavfli edi, u sirlarga to'la edi. Mehmonxona tomon yura boshladim. Eshik qiya ochiq edi. Ichkaridan past ovozda gaplashayotganlari eshitilib turardi. Bu Sardorning ovozi edi. Lekin u shunday ohangda gapirardiki, men bu ohangni faqat bizning yotoqxonamizda eshitgan edim. Aziza, sensiz nima qilardim, dedi u pichirlab. Men joyimda qotib qoldim. Aziza. U onamni ismi bilan chaqirardi. Oyijon emas, shunchaki Aziza. Bu qandaydir xato, quloqimga noto'g'ri eshitildi deb o'yladim. Hozir kiraman va ularni choy ichib o'tirganini ko'raman deb o'zimni ishontirmoqchi bo'ldim. Lekin oyoqlarim menga bo'ysunmasdi. Sekin, juda sekin eshik tirqishidan ichkariga qaradim. Ko'zlarim kor bo'lib qolsa edi. O'sha lahzada yer yorilib, men qariga kirib ketsam edi. O'sha manzarani ko'rgandan ko'ra olib qolganim 1000 marta afzal edi. Ular divanda o'tirishardi. Onam, mening pokiza, farishta deb bilgan onam, Sardorning ko'ksiga boshini qo'yib o'tirardi. Sardorning qo'li esa onamning sochlarini silar, yuziga tegar edi. Bu shunchaki qarindoshlik quchog'i emas edi. Bu ona va bola o'rtasidagi mehr emas edi. Bu ikki sevishgan, bir-biriga tashna bo'lgan erkak va ayolning holati edi. Onamning ko'zlarida men hech qachon ko'rmagan narsa bor edi. U Sardorga shunday qarab turardiki, xuddi 18 yoshli qiz birinchi muhabbatiga qaragandek. Sardor esa
Mening erim, mening yarimim onamning qo'llarini olib kaftlaridan opardi. Har bir opich yuragimga sanchilgan xanjardek edi. Qizim bilsa nima bo'ladi dedi onam, lekin ovozida qo'rquvdan ko'ra noz bor edi. Bilmaydi dedi Sardor ishonch bilan, onamni og'ziga yanada qattiqroq tortib. Biz hech kimga aytmaymiz. Men seni sevaman, Aziza. Buni inkor qila olmayman. U bilan yashasam ham xayolim senda. Sen boshqachasan. Dunyo aylana boshladi. Ko'z oldim qorong'ulashdi. Devorga suyanib qoldim, aks holda yiqilib tushardim. Nafasim bo'g'ilib qoldi. Oz onam. Meni dunyoga keltirgan, menga oq sut bergan, baxtli bolam deb duo qilgan onam. Meni erim bilan xiyonat qilyapti. Meni erim, meni jonim deb suygan inson, qaynonasi bilan, mening onam bilan. Bu shunchaki xiyonat emasdi. Bu mening butun borlig'imni tahqirlash edi. Bu mening ayolligimni, insonligimni yerga urish edi. Agar Sardor boshqa bir yosh, chiroyli ayol bilan xiyonat qilganda edi, men kuyardim, yig'lardim, janjal qilardim, lekin tushunardim. Erkak kishi nafsiga qul bo'ldi derdim. Lekin onam bilan bu qanday vahshiylik? Bu qanday jirkanchlik? Miyamda ming xil savollar aylanardi. Qachon boshlandi? Qanday qilib? Nahotki men shunchalik kor bo'lganman? Eslay boshladim. Onamning tez-tez biznikiga kelib turishlari, Sardorning onamni uyga tashlab kelishga oshiqishlari, bayramlarda onamga alohida qimmatbaho sovg'alar olishi. Men bularni hurmat deb o'ylabman. Men bularni mehr-oqibat deb o'ylabman. Aslida esa ular mening ko'z oldimda, mening uyimda o'zlarining harom ishlarini qilib yurishgan ekan. Men baqirmoqchi bo'ldim. Ifloslar nima qilyapsizlar deb hayqirib. Lekin kuchim yetmadi. Vujudim muzlab qolgan edi. Qolaversa nima deyman? Kimgadir ayta olamanmi? Erim va onam. Bu so'zlarni tilga olishning o'ziyoq olim bilan barobar edi. Bu sharmandalikni kimga aytaman? Agar erim xiyonat qilsa, onamga yig'lab borardim. Oyi, erim menga xiyonat qildi deb bahriga bosh qo'yardim. U meni yupatardi, menga dalda berardi. Lekin xiyonatkor onamning o'zi bo'lsa-chi? Men kimga boraman? Kimning tizzasiga bosh qo'yaman? Dunyoda eng ishongan ikki insonim meni aldashdi. Men butunlay yolg'iz qoldim. Men bu dunyoda hech kim edim. Shunchaki ularning o'yinidagi bir to'siq, bir vosita edim xolos. Sekin ovoz chiqarmaslikka harakat qilib orqaga tisildim. Har bir qadamimda pol gijirlamasin deb Xudoga yolvordim. Hozir ular meni ko'rishini xohlamasdim. Ularning ko'zlaridagi uyatni va o'zini oqlashlarini ko'rishga toqatim yo'q edi. Dahlizga chiqdim. Oyoq kiyimimni qo'limga oldim va yalangoyoq ko'chaga chiqdim. Eshikni sekin yopdim va yugurdim. Yomg'ir ostida yugurdim. Qayerga ketayotganimni bilmasdim. Faqat bu uydan, bu ifloslikdan, bu yolg'ondan uzoqroqqa ketishni istardim. Yomg'ir yuzimga urilar, ko'z yoshlarim bilan qo'shilib oqardi. Tanamdagi ko'ylagim shalabbo bo'ldi, sovuq suyak-suyagimdan o'tib ketdi, lekin men buni sezmasdim. Ichimdagi olov shu qadar kuchli ediki, tashqaridagi sovuq menga ta'sir qilmasdi. Xayolimdan o'tmish o'tardi. Bolaligim. Onam meni erkalagan paytlari. Qizim, sen mening baxtimsan, sen uchun yashayman degan so'zlari. Hammasi yolg'onmidi? Qachon onam o'z qizining baxtini oxirlaydigan ayolga aylandi? Qachon o'z kuyoviga ko'z olaytiradigan darajaga yetdi? Nahotki shahvat, nafs hissi ona mehridan, farzandning taqdiridan ustun kelsa? Sardorchi. U menga sevgi izhor qilganda ko'zlarimga qarab turib aytardi. Nahotki hammasi niqob bo'lgan? Balki u boshidanoq onamni ko'zlab menga uylangandir. Yo'q, bu fikr meni aqldan ozdiradi. Men o'sha kuni uyga qaytmadim. Qayta olmadim. Dugonamnikiga bordim. Unga Sardor bilan urushib qoldim deb yolg'on gapirdim. Haqiqatni ayta olmadim.
tilim bormadi. Qanday aytaman? Dugonajon erim onam bilan yurarkan deymanmi? Buni eshitgan odam ham jirkanib ketadi. O'sha tunda uxlamadim. Tonggacha derazaga tikilib chiqdim. Yomg'ir hamon yog'ardi. Telefonim tinmay jiringladi. Avval Sardor, keyin onam. Qizim, qayerdasan? Biz xavotir olyapmiz degan simslar keldi. Ularning xavotiri ham soxta edi. Ular mening yo'qligimdan foydalanib, balki yana birga bo'lishgandir. Yoki sirlari ochilib qolishidan qo'rqishgandir.